Yashnobod tumanida yaxshi arzon variantimiz chiqqan. Nijiloy sifatida ham foydalansa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Yashnobod tumani Izzat ko'cha, bir xona, birinchi etaj, 8 etaj kaldom. 35 kvadrat, yangi remont. 39 ming deb turgan ekan. O'tadigan joyi bormi aka buni? O'tadigan joyi nima deb aytsak, o'zi arzon qilib beramiz. Notarius xarajatlarini o'tib beramiz. Agar kelsa. Bo'ldi. Bor joyida gaplashadigan joyi bor. Mana anaqa 90lik 346 62 41 bosib boradigan joyi. Arzon variant ekan. Yashnobod tumanidan yana bitta arzon uyimiz sotuvga qo'yilayotgan ekan. Mana Yashnobod tumani panelli mavzusida 2 xona, 3-etaj, 4-etaj kaldom. 40 metr kvadrat, 60 kvadrati, balkon 1,5 ga 3. Remonti o'rtacha remont ekan. Narxi 44500 ekan. Aka, o'tadigan joyi bormi buni? O'tadigan joyi sizni klientlaringiz siz nomingizdan kelsa, sizni o'tib beramiz. Mana ustida gaplashasizlar. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi. Aloqaga chiqinglar. Telegramdan yozsanglar, rasmlarni tashlab beradi. Bosib boradigan joyi ekan. Etaji ham zo'r etaj. Chilonzor uy bozoriga kelganmiz. Mana oluvchi ham, sotuvchi ham mana anchagina. Mana bu yoq ham ketgan. Bizni kuzatib turing. Arzon variantlarni qo'yib boramiz. Bizni kanaldan yiroqlashmang. Yaxshi variantimiz chiqdi mana Qushbegidan 2 xona, kvartira 4-etaj, 5-etaj kaldom ekan Qushbegi. Tarsoy emas ekan, narxi $57,000 deb turgan ekan. O'tadigan joyi bormi ozgina? 56,500 ga taqilgan joyi ekan. Telefon qilsanglar, mana pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Ozgina o'tadigan joyi bo'ladi. Chilonzor 24-kvartalda bitta yaxshi variantini sotuvga qo'yayotgan ekan. Remont, mebel texnikalari qo'yib berilar ekan, remonti bor ekan, yaqinda chiqibdi, mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana Chilonzor 24-kvartal, bir xona, 2 xona qilingan, 3-etaj, etaj ham zo'r ekan, mana 4-etajlarni 40 metr kvadrat, 2 ga 3 balkon, ulyonka planirovka ekan. Xonalari alohida. Arentir Cafe Moskva ekan. $46,500 deb turgan ekan. O'tadigan joyi bormi? O'tadigan joyi $300 bor. Agar yaxshi insonlar kelsa, kanallarimizdan taqilgani 46 qilib beramiz. Taqilgani 46, oxirgini 46 qilib berar ekan. Mana ustiga borsanglar, gaplashadigan joyi bo'ladi. Mana pastda egalar nomerlarini qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, rasmlarni tashlayman. O'shalardan kuxonniy garnitur, yangi gaz plita, mebel qo'yib beramiz. Mana yangi narsalarni qo'yib berilar ekan, bosadigan joyi ekan. Kirasiz yashaysiz. Chilonzor algoritm Ahmad Jo'jani oldida 3 xona 9 etajdan 9-etajda 70 kvadrat ekan. Remonti normal remont, o'rtacha remont ekan. $57,000 deb turgan ekan. O'tadigan joyi bor aka? Bor. Nech pul? 56 beramiz, yana gaplashamiz. O'tadigan joyi mana 56 mingga berib yuborar ekan, yana ustida borib gaplashsanglar, yaxshi insonga arzonroqqa kelishtirib berib yuboraman deb turibdi. O'zini uylari ekan, makler yoki bunaqa emas, mana pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Yaxshi variant. Mana bitta yaxshi variantini sotuvga qo'yapti. Yunusobod 9-kvartal, Arentir Korzinka ekan, 3 xona, 6-etaj, 9-etaj kaladon. Kvadrati 105 kvadrat ekan, novostroyka. 50%, 60% remont bitgan. Bu suvoqdan chiqqanda, to'g'rimi? Elektrika santexnikasi bo'lgan. Bo'lgan ekan, mana xonalari alohida 95 ming startoy deb turgan ekan. O'tadigan joyi bo'ladi mana. Mana pastda egalar nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Yana ustida gaplashiladi. Chilonzor tumani Farqaski bozor atrofidan Nijiloy qidirib yurganlar diqqatiga 2 ta Nijiloyimiz chiqqan. Buni apteka xohlagan nimada foydalansa bo'ladigan juda yaxshi variantimiz chiqqan. Mana ko'rishingiz mumkin. Nijiloy sifatida mana kvadrati 80 kvadrat ekan. Bu 2 xonali uyimiz, 1-etaj, ko'chani yuzda birinchiligini xohlagan biznes uchun qilsa bo'ladi. Aptekami, klinikami farqi yo'q, go'zallik salonimi, 3 ta deraza, fasad 10 metr. Ko'chani yuzi birinchi liniya. Bunisi 3 xonali, bu ham 12-kvartal. Bu ana Shohmid klinika, urologiya tomon ketishda. Bu ham ko'chani yuzi birinchi liniyada, yonida go'zallik saloni, do'konlar bor. Kelajak uchun investitsiya qilaman degan odamlar uchun yaxshi variant. Shunaqa. Bunisi Lutfiy ko'chasida, Shirin chorrahasiga ketishda.
nijiloy qilaman, kelajakda ofis qilaman deganlar uchun yosh variant bor. So'radigan joyi bor ekan. Agar buni nishlar turib arendaga chiqarsanglar, buni 100 mingdan tepaga sotiladi. Olib sotiladi uchun juda yaxshi variant ekan. Buni bosib oladigan joyi yo'q. nomer deyapsiz, nomerni chopiladi bizga aytib qo'ying. Chilonzor 24-kvartalda Arinter Vatan kinoteatri ekan. 3 xona 4-etaj, 5 etajga aldam. Kvadrati 65 kvadrat. Remonti Euro remont, mebel texnikalari bilan ekan bu. Yangimi mebel? Yangi, hamma narsasi yangi, masna. Upakovkada turibdi ekan mana. Bosib oladigan joyi ekan mana. Faqat kirib yashab bersa bo'ldi. Mana. Bosib oladigan joyi ekan mana. 93lik 695 32 71. Nimasi bor dedingiz aka? Spallar ham bor. Spanni, mebel, kalit hamma narsa bor. Faqat yashash kerak ekan, kirish kerak Siz ekan. kanalingiz yaxshi o'tib beradigan joyi bor. Nech pul mana 68700 ekan, nech pul qilib berasizlar? 68. Nima, normal ustupkasi bor. Normal ustupkasi bor. Joyida gaplashasizlar. Joyida gaplashinglar. Mana aloqaga chiqinglar. Sergilidan yuqtirayotganlar diqqatiga, mana Sergili 8da 4 xona 5-etaj 9 etajkali remonti o'rtacha ekan 105 kvadrat. 85 ming dollar deb turar ekan. Nech pul qilib berasiz? Nech pul kami? 83 mingga berib yuborar ekan. Mana aloqaga chiqinglar, bosib oladigan joy ekan.